quyidagicha berilgan. Qo'llanma sunishga qarshi sxemasida bu yerda burchak bor. Unisida esa seminanda bu ishlanch burchagi hisobga olinmagan holatlari va biz olingan natijalarni o'sha tadqiqot ishlarida eksperimental tadqiqot o'tkazib ko'rib, ishonchligini aniqlash maqsadida eksperiment o'tkazib ko'rganmiz. U holatda 21-rasmda tasvirlangan muhitda joylashgan konusumon sirtidan hosil bo'ladigan normal va urma kuchlanishlarni aniqlash masalasi bilan shug'ullanganmiz. Ushbu masala modeli mana 22-rasmda keltirib o'tilgan va 22-rasmda uning modeli keltirib o'tilgan. 21-rasmda esa o'sha elastik plastik muhitda joylashgan konusumon sterining sxemasi keltirilgan. Ushbu modeldan foydalangan holatda biz haqiqiy differensial tenglamalarni quyidagicha 18 ko'rinishda tuzib olamiz. 18 ko'rinishdagi differensial tenglamalarni yechib, quyidagicha biz 19 ko'rinishda yechimga kelishimiz mumkin. Bu 19 dan foydalangan holatda biz konus sirtida hosil bo'ladigan urma kuchlanishlarni 20 ko'rinishda aniqlaymiz. 19 va 20 tenglamalardan foydalanib, qurilish burchagi va urma kuchlanishlarning vaqtga bog'liq o'zgarish grafiklari aniqlangan. Va uning grafiklarini quyidagi mana 23 va 24-rasmda ko'rishimiz mumkin. 23-rasmda bu polatlis va alyuminiy, ya'ni uch xil material bilan tashkil topgan konusumon sterining buralish burchagining vaqtga bog'liq grafiklari keltirilgan. Va 24-rasmda o'sha turli material, ya'ni bunda ham shu uch xil material bo'lgan holatlarda konusumon sterining urinma kuchlanishidan vaqt bo'yicha o'zgarish grafiklari keltirib o'tilgan. Va 24-rasmda o'sha qum muhitda joylashgan material polatlis alyuminiy bo'lgan holatlarda konusumon sterining sirtda hosil bo'ladigan urinma kuchlanishlar tasvirlangan. Konusumon sterining material polat bo'lgan holatlarida urinma kuchlanishlar maksimal qiymati 0.122 ga, mis bo'lganda esa 0.114 ga va alyuminiy bo'lganda 0.1 ga teng bo'lish holatlari ko'rinadi. Bu holatdan ko'rinadiki, o'sha konusumon sterining material qancha qattiq bo'lgan sari uni sirtda hosil bo'ladigan urinma kuchlanishlar ham bo'ladi. Biz natijalarni endi eksperiment orqali ham aniqlab ko'rganmiz, ya'ni tajriba yordamida. Buning uchun biz o'zimiz laboratoriya sharoitimizda TM150 laboratoriya jihozidan foydalanganmiz va o'sha analitik usulda ishlagan metodimiz bilan xuddi laboratoriyada qilgan ishimizni takrorlab ko'rganmiz. Mana rasmda ko'rinib turibdiki, biz o'sha konusumon sterni muhitning ichiga joylashtirganmiz va muhitning ichiga joylashtirib, faqat biror dinamik bergan holatlarda ko'rishni vaqt bo'ylab o'zgarish grafiklari, ya'ni yuqorida olingan grafiklarga mos keladimi yo'qmi yoki tashqi muhitni o'zgartirgan holatlarda qanday ta'sir qiladi yoki muhitsiz holatda qanday ta'sir qilishlarini o'rganib o'tilgan va uning grafiklari ham keltirib o'tilgan. 26-rasmda o'sha TM150 laboratoriya jihozi yordamida olingan konusumon sterning erkin tebranishlar grafik keltirilgan. Bu yerda hech qanaqa tashqi muhit yo'q deb qaralgan va 29, 27, 28, 29-rasmlarda esa muhitda joylashgan holatlardagi grafiklar olingan. Ko'rishimiz mumkinki, agar muhitni qanchalik, masalan, elastiklik moduli katta bo'lgan sari undagi tebranishlar soni 1-2 urinishdan keyin so'nib qolishi, ya'ni tez so'nishi ko'rib o'tilgan. Tashqi muhitsiz holatlarda esa quyidagi 26-rasmda demak tebranishlar soni nisbatan ancha ko'pligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu holatda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni model tajriba natijasiga ko'ra 27-29-rasmlarda o'sha natijalar orqali plastik model bilan muhit tizimining tabiiy tebranishlar grafiklari ta'sirini ko'rsatishi, ustidan ishlanish parametri ortishi bilan tebranishlar amplitudasi vaqtga bog'liq kamayish kuzatilganini ko'rishimiz mumkin. Tadqiqot natijalari bo'yicha quyidagi asosiy xulosalar olingan va xulosalar quyidagilardan iborat. Birinchisi bu elastik nazorat hareket tenglamalari integral almashtirishlar qo'llanilgan yechimlardan foydalanib deformatsion muhitda joylashgan doiraga kesib konusumon qobining dinamik kuchlari tufayli yuzaga keladigan buralma kuchlanishlar matematik modeli yaratilgan. Ikkinchisi, deformatsion muhitda joylashgan doiraga kesib konusumon qobining ko'ndarak kesim yuzasida buralma ko'chishning bosh qiymatlari nisbatan umumiy holda ko'ndarak siljish deformatsiyasi va aylanish inersiyasini o'zida saqlovchi buralma tebranishlar tenglamasi ishlab chiqilgan. Uchinchisi, muhitda joylashgan doira konusumon qobining ixtiyoriy kesim miqdorida kuchlangan deformatsiyalanganlik holatlarini vaqt bo'ylab va koordinata bo'ylab o'zgarishlari bir qiymatli hisoblangan va samalar algoritmi ishlab chiqilgan. To'rtinchisi, deformatsiya muhitda joylashgan doiraviy konusumon qobining buralma galvanik tebranishdan tadqiq qilinib, to'lqin soni oshib borishi bilan tebranishlar sastasi ham oshib borishi demak ko'rsatilgan va ular taqqoslash ishlarida polat tobutdagi, ya'ni polat alyuminiy tobutning aynan bir xil to'lqin sonidagi taqqoslashlar
po'lat qolipdagi tebranishlar chastasidan 12,5%ga katta bo'lishi ko'rsatilgan. Beshinchi xulosa, konsumo huquqni deformatsion bilan birolar tebranishlarni cheklaydi usul yordamida yechib, hovuz ixtiyoriy kesir miqdoridagi kuchlanishlarni olish mumkinligi ko'rsatilgan. 6-chi hisoblashlar orqali qumloq muhitda joylashgan polietilen materiallar hovuz muhitda joylashgan holatdagi 12,5% kamroq zo'riqish ostida bo'lishi ko'rsatilgan. Konsumo huquqni hujum burchagi 2 gradus va 1 gradus bo'lgan holatlarda esa 2,86% ko'proq kuchlanish ostida bo'lishi aniqlangan. 7-chi doiraviy konsumo huquqni deformatsiyalanuvchi muhit bilan nostasini tasvirlashuv masalasi taklif etilayotgan nazariya bilan olingan yechimlar bilan masalasi ANSIS dasturi yordamida aniqlangan va orasidagi ko'chishni va kuchlanishlar orasidagi farq 9-13% dan oshmasligi ko'rilgan. 8-chi guruhda joylashgan doiraviy konsumo staging tebranishlar nazariy va amaliy tadqiq qilinib olingan sonli natijalar grafiklar tasvirlangan. Grafiklar tuzilish jihatdan bir xil ekanligi keltirib o'tilgan. Rahmat. Savollar, marhamat o'rtoqlar. O'tqochiga savollar yo'qmi? Bor, mumkinmi? Marhamat. Offline ko'rinmayaptimi? Alo, O'tkir. Ha, bu yerda savollar bor mana. O'zim chiqmayapti. Hozir. Marhamat domla. Ishlayaptimi? Assalomu alaykum. Ovoz. Nechun ovoz bermayapti? Kim boshqaryapti buni? Menda ochilgan. Menda mikrofon ochiq. Mikrofonni qo'shib oling domla. Mikrofonni. Domla, mikrofonim ochiq meniki, ochiq. Biz eshitmayapmiz. Mana. Bizaga eshitilyapti-yu. Bizaga eshitilyapti. Demak, sizlarda zalda muammo. Bizda eshitilyapti. Zalda muammo bor, bizda eshitilmayapti. Ovozlaringiz eshitilyapti, bizniki eshitmayapti. Tekshirib ko'rmaysizlarmi? Shuni tekshirib ko'rmaysizlarmi ungacha? Amali ichkarida zaldagilar beraversin, zaldagilar nima qilaversin? Domla tushuntiryapsizlar. Ovoz bo'ladimi, yo'qmi o'rtoqlar? O, zaldagilar savol beraversin, keyin beramiz. Ya balkim u kishida Eshitamiz. Hozircha auditoriyadan biror savollarga u kishiga aytish kerak, u kishi haligi bilan eshitdi, savolga javob beradi deb umidvor bo'lib o'tdi-da. yo'q, hozir telefonlashamiz. Aloqa Ya, mayli. O'tkir, zaldagilarga beraveringlar bo'lmasam. Hech kimniki eshitilmayaptimi? Zaldagilarga beraveringlar, meni eshitmayapsizlar. ana endi bo'ldi. Savolingizni takrorlang, Rustamxon aka. Savolni takrorlang. Avvalambor assalomu alaykum barchangizga. Menda bir nechta savollar bor. Menga juda dissertatsiya yoqdi. Bu prinsipda ketgan dissertatsiyalarni oldin ham biroz eshitganmiz, turli xil. Birinchidan, mana bu giperbolik tipdagi tenglama deyildi, adashmasam, to'g'rimi? Shuni qanday aniqlagansiz? Qaysi nimalarga asosan, parametr kriteriyalarga asosan? Tenglamaning o'zida. 12-chi tenglamani aytyapsiz, domla? Asosiy tenglamani? Tenglamangizni giperbolik klassifikatsiya qilishda giperbolik tenglama deb aytyapsiz. Tipga kiradi. Shuni qanday aniqlagansiz? Birinchisi. Qaysi kriteriyalar asosida giperbolik deb aytgansiz deb so'rayaptilar meni nazarimda. Man nimadan ko'rdimda, mana bundan avtoreferatidan. Ikkinchi savolim bor. Qarang. Mana bu to'lqinli jarayonga eshitilyaptimi? Eshitilyapti, domla. To'lqinli jarayonga keltirib yechyapsiz-a? Aytingchi, mana shuni to'lqinli jarayonga keltirmasdan yetsa bo'larmidi? Nima qiyinchiligi bor edi yoki afzalligini ayting o'zingizning metodingizda. Domla, bizlar asosan o'sha asosiy tenglamalarni keltirib chiqarishda chekli ayirmalar usuli yordamida foydalanganmiz. Ya'ni bu qator
kesimlarga Yo'q, bo'lib yo'q, olib, nima, Xursandbek, men o tinglaman yit haqida gapirayotganim yo'q. Boshida masalaning qo'yilishida modelni oldin siz to'lqin jarayoniga keltiryapsiz-da, to'lqin tarqalish jarayoniga keladi deb aytyapsiz. Shuni qanday asoslaysiz? Haqiqatan ham to'lqin tarqalish jarayonini aks ettirishi, uni aks ettirmasdan yetsa bo'larmidi, yo'qmi? Birinchi savolim. Agar mumkin bo'lsa, nima uchun shu yo'ldan ketmadingizda bu yo'lni tanladingiz? rahmat domla. Domla, bizlar asosan mana bu 9 ko'rinishdagi to'lqin tenglamalarini yechishda biz ko'chishlarni hisobga olib ishlaganmiz. Ya'ni potensiallarni kiritish orqali yechishni afzal ko'rganmiz. Chunki bu avvalgi ishlarda potensial funksiyani kiritish orqali yechish kam qaralgan. Bundan tashqari potensiallar orqali yechish bizga qulay yechish metodini beradi. Ya'ni biz boshqa usullarda, ya'ni o'sha cheklaymalar usulidan o'tib olish yoki tenglamani qulay shaklga keltirib olish uchun foydalanish maqsadida qilganmiz. Keyin ana eksperiment o'tkazgansizku, shuning rasmda turibdi-da, hajmi qanchaligini ko'rmayapman. 1 metrmi, 2 metrmi, konusman nima obrazetsiniz qanday, ana qummi, nima o'zi? Mana shundan ozgina aytib bering, tasavvurga paydo bo'ladi. Rahmat domla. Bu yerda eksperimentni biz tajriba real holatda mana bu TM150 apparatga ko'rganmiz. Bu apparatni o'zi mana shu e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zi sterjinga uchiga o'rnatilgan konussimon demak qobiq joylashtirilgan. Bu qobiqning razmeri 20 sm, o'zining uzunligi 20 sm sifatida olingan, diametri esa 12,5 sm sifatida baholangan. Shu bu yerda o'lchamda sal ko'p kichkinaroq kelgan bo'lishi mumkin, lekin shu rasm qiymati lekin eksperiment emasga kiritilmagan. Yana mana bu Aha, mana shu. Mana shuning kattaligini tasavvur qilish kerak deyapman. Birovchi moment tepadan berasiz, to'g'rimi? Tepadan harakat qiladigan. beramiz. Qo'l bilan bersa. Tushundim. Neftning nima shtangasida endi bunda buraydigan, tushunadi taxminimda. Endi amaliy ahamiyati va ozgina tezda ilmiy yangiliklari oldingi ishlarga nisbatan nima bilan yangilangan? Tenglamalardan siz fizmatga chiqyapsiz-ku. Tenglamalarda bo'lsa, qayerda nima qo'shilib qoldi yoki bo'lmasam mexanik effektlardanmi? Mana shuni ozgina tushuntirib aytib o'tsangiz bo'ldi. Bu avvalgi ishlardan asosiy farqlardan